Hammaga salom do'stlar, bugun sizlar bilan men o'sha Emarjonga Arshali bugun sizlar bilan DLC 2025 o'ynaymiz. Men bu jauncha zo'rlayapman. Manyak o'zbek bilan birinchi fotomiz. Do'stlar, like bosing, obuna bo'linglar. Va keyingi videoda yana ko'p videolar chiqishga harakat qilaman. Agar biz yana 20 marta bo'lsak, jonli efir qilishga harakat qilaman. Mashdan turib bitdi. Burma brings it forward. Defender regains possession, and now they're gonna try and break. And dispossess there. Durayda. Kirk. Dumbia. Op ketat. He's in control. Tqay. An opportunity. Qotdi. Gol! He struck at such an important time here to put his team in front. Fantastic goal. Ko'ramiz qatdan qanaqa qilganimni. Bitta gol. 13 minutda 42 sekundda bomba. Boshlaymiz. Defender then back on the ball. Oh, it's a clear chance. And that's how it's done. He's managed to get on the score sheet. Can that spur him to get even more? Qayta. Dumbia. Good control from Guimaraes. Vay. Şu konuşulamam de. De. What a ball. Çık. Won the ball. Oh, that pass could have been better. Flecken collects. Oh, that's well played. Wait. That all wrong. Давай. He's taking the ball out wide. Hoppa. And the header is off target. Player seems in pain. Let's hope he's not too badly injured. The player can't continue, so a new one's coming on. En qiyinni tepamiz. Давай. Okey. And he's won it back for his team. Oh, determined challenge there. Dumbia. A great move. He's clean through. Surely a goal is coming. So close to a goal there. The fans thought it had gone in, but let's see how close this was to a goal. Zoals yoqmayapti. Xo'sh, do'stlar. Oppa. Tema. Porardi, chal bo'lmaydi. Temadim. Yaxshi out. Ani beramiz. Oy, half time. 45 minut tugadi shu. Xo'sh do'stlar, mana 45 minut birinchi aniq tugadi. Ikkinchiga boshlaymiz. O'zimni ruhan tayyorlab oldim. Kirdik davay. Bo'ldi, endi kiramiz. Ikkinchini 5 minut tugadi.
Ular ruhon tayinlab oldik. Agar kim bilan o'ynamadi bo'lsa, manyak o'zbek xos. Voy. Mana mana bitta manyak o'zbek turibdi. Boshlaymiz. Simradinga ketdi da xatar. Oppa. Da. Ol. Va o'yinga nechta odam kirgan? Voy. Fu. Udarni. Uy. Da, ber. Boka ko'rma. Da. Uy, chiqo. Xo'sh do'stlar, davay. Yaxshi do'stlar. Yaxshi. Va ana o'g'il yaxshi o'g'il ishlashdi. Mana alashtirganman, bir o'g'im pasrayib ketdi. Mashdan o'rgangani o'zida. Ur. Voy, sekin ketib qoldi ular. Almashtirdik. Ana jaddiy chiqyapti. Yaxshi do'stlar. Haq. Da. Zarba gol, yaxshi. Men gol urdim. Do'stlar, qo'yilmasin. Ashkada zo'r ketibdi o'yin. Xo'sh, mana ko'rasizlar. Zarba berdi, to'g'ri gol. Ashkada zo'r bo'ldi. 90 ta kamerani olishdi. 90 ta kameralar olishdi. Ulardan tushdi, bizdan chiqmay. 2-1 hozircha. Men bittasini to'g'ri 0 ga xorlaganman. U ham xorlanish. Kim? Tep bor. Yaxshi. Zato. Choq. Shapa. Golmi? Mayli, videoni ko'ra olmadik. Oppa. Tema ko'tiqchiga. Va, yomon deb qo'ydim ashili. Bu ikkita odam orasidan o'tib ketganim. Do'stlar, qani yetolmasak chalamiz. Babligi. Chiqdi out. O jaddiy avot. Voy. O'ynash, bilaman. Kim? Olivera. Mana kim? Endi bersa bo'ladi. Mana farqi yo'q. O'z sarqosi ham oluramiz. Pappa. Jaddida yetadi. Piq. Out bo'lsa ham zato uzoqlashtirish kerak. 2 ekstra time bo'lsa zo'r bo'lardi. Ya'ni penalti seriya. Voy, chuvarda shotdi. Seda Tepelich udari bilan. Yaxshi. Ber. Yaxshi. Yegir yetib oladi. Hoppa. Kim deb? Voy! Do'stlar, nima bo'ldi? Shunchalik zo'r kelyapti-ya. Bo'ldi, vaqt tugat. O'yin tugat. Kim? bo'ldi. Yana vaqt qo'shib berish kerak. Atak. Do'stlar. Biz yutdik. Chunki bizda ko'rasizlar. Bizda ko'p narsa. Unda mana 79 biz 64 bilan. Kim bu? Dombiya bilan o'ynadik. Hammaga xayr do'stlar, sog' salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha.